Bugungi mavzuyimiz uchburchakda o'xshashligiga oid. Ya'ni uchburchak yuzasini faqat uchburchak o'xshashligi bilan ishlaymiz. Burchaklar kam kerak bo'ladi bizga. Ya'ni deyarli kerak bo'lmaydi desa ham bo'laveradi. Uchburchak yuzasini topish uchun 1/2 AB sinus alfa bo'ladi, to'g'rimi? Eslatib o'tay, mana birinchi formulasi. Uchburchak yuzasining ikkinchi muhim formulasi 1/2 A ko'paytirilgan HA bo'ladi, to'g'rimi? Yana uchburchak yuzasi qanaqa topiladi? Oti nima edi shuni? Geron, to'g'ri. Geron formulasi. Ya'ni 3 ta tomon bor bo'lsa, Geron formulasidan chiqar edi. Bu yoqdagi P shtrixning ma'nosi yarim perimetr. Boshlang'ich ma'lumotlarimiz. Bu o'zi alohida formula, bular alohida formula. Xo'p, uchburchak o'xshashligida bizga nimalar kerak bo'ladi? O'sha oldingi formulalarda hammasi ishlayveradi. Biza o'tgan darsda ishlatgan xossalarimizni hammasi ishlayveradi. Faqatgina qo'shimcha bittagina xossa kiritiladi. Agar ikkita uchburchak o'xshash bo'lsa, ya'ni K koeffitsiyentiga ko'ra o'xshash bo'lsa, A1 bo'lsa, B1, C1, A2, B2, C2, A1 taqsim A2, A1 taqsim A2 teng B1 taqsim B2, C1 taqsim C2 teng bo'lib va u qandaydir K koeffitsiyenti beradigan bo'lsa, uchburchak yuzasiga kelib qolgan paytda bularning kvadrati bo'ladi. Ya'ni perimetri ham hattoki P1 taqsim P2 edi-ku, lekin yuzaga kelib qolgan vaqtda S1 taqsim S2 ning yuzasini bo'layotgan vaqtingiz bularning mos chiziqli o'lchovlarining kvadrati kabi bo'ladi. Ya'ni kvadrati bo'lar ekan. Kvadrat K ning kvadrati P1 taqsim P2 ning kvadrati. Ko'proq ishlatamiz biz. Bitta tomon bo'lsa bo'ladi. Xullas A1 taqsim A2 ning kvadrati teng bo'lar ekan S1 taqsim S2. Birinchi bog'lanishni ishlatamiz. Yana ishlatamiz P1 taqsim P2 ning kvadrati S1 taqsim S2. Mana shu ikkita bog'lanish formulasini ishlatamiz. Mana A1 taqsim A2 ning kvadrati to'g'ridan to'g'ri S1 taqsim S2 teng yoki nimada P1 taqsim P2 ning kvadrati S1 taqsim S2 teng. Shu ikkita formulani ishlatamiz. Hammasi ham ishlatilmaydi. Chunki A1 o'rniga boshqa yo B1 o'rniga boshqa A1 ham kelib qolishi mumkin-da. Tomonlar o'zgaruvchan. Aynan shu ikkita formulani eslab qolsangiz bo'ldi. Masalalar orqali qolganlarni yaxshilab tushunib olamiz. Gap nima haqida ketayotganini. Xo'p, gap, masalan, birinchi masala. Gap nima haqida ketyapti? Berilgan uchburchagimiz Xo'p, shu 3K bo'lsin. Sal o'zgarsin. S A D E taqsim S A B C ni nisbatini toping deyapti. Yuzalar nisbati mos chiziqli o'lchovlar nisbatining kvadrati kabi. Ya'ni, yana qaytaraman. Buni xossasi, ya'ni mana buni xossasi A1 taqsim A2 ning kvadrati S1 taqsim S2, lekin xossasi, ya'ni qoidasi haqida gap ketganda, o'sha qoidasi ham tushib qolishi mumkin-da. Uchburchaklarda yuza bilan bog'liq o'xshashlik qoidasi haqidagi qanaqadir sinonim so'zni keltiring degan bo'lsa, demak, mos chiziqli o'lchovlarining kvadratlarining nisbati yuzalar nisbatiga teng. Yoki yuzalar nisbati mos chiziqli o'lchovlarining kvadratlari kabi bo'ladi. Sizdan so'rayapti, AD yuzani ABC yuzaga nisbati. AD yuza, AD yuzamiz mana bu yuza. Mana shu yuzani katta uchburchakda yuzasiga nisbatini so'rayapti. Ya'ni kichkina uchburchakda berilgan katta uchburchak yuzasining nisbati. To'g'ridan to'g'ri ikkalasi ham o'xshash. AD ni o'rniga K qo'yamiz. 4K qo'yamiz to'ppa-to'g'ri. AB degan 4K, ya'ni 3K qo'yavermang. Tushunarli? Umumiy uchburchagimiz 4K. Uni esa kvadrati. Xo'p, S1 taqsim xullas S2 teng K lar qisqarib ketadi 1/4 ni kvadrati, to'g'rimi? 1/16. Jiddiy masala emas.
Birinchi masalangiz, ikkinchi masalangiz, hop, uchinchi masala ham xuddi shunday ishlanadi, to'rtinchisi ham xuddi shu tartibda ishlanadi. Xo'sh, to'rtgacha shunaqa savollar bor ekan. To'rtgacha shunaqa savollar. Hop, berilgan masalani ishlash uchun yana o'sha nimadan boramiz? Uchburchakni o'xshashligidan boramiz. Qarang, kichkina uchburchakning yuzasi berilgan ekan. Mana 5 ekan, to'g'rimi? 5 taqsim katta uchburchakning yuzasi yo'q. Ya'ni S, A, B, S yo'q. Bu 5 soni. 5. Xo'p, K ni nimaga nisbati bo'ladi? 5K ga nisbat. 5K ga nisbatining kvadrati bo'ladi. K lar qisqarib ketadi. 5 taqsim uchburchak A, B, S teng 1 taqsim xullas 5 kvadrati 25 bo'ladi. Bu yoq oddiygina proporsiya bo'ladi. Uchburchak S, A, B, S teng 125 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Agar mabodo sizdan keyinchalik mana bu trapetsiyani, ya'ni to'rtburchak yuzasi so'ralsa, umumiy katta uchburchak yuzasidan mana bu berilgan 5 ni maqtashimiz kerak, ertashimiz kerak. Bu yoqda 5 bor, bu yoqda umumiy 125 bor. Demak, mana bu necha qoladi? 120 qoladi. Chunki birgalikda necha bo'lishi kerak? 125 yuzaga ega bo'lishi kerak. Xo'p, masala shartiga qaraymiz. Qarang, bu yerda to'rtburchakning yuzasini qaysidir ma'noda beraverganda, to'g'ridan to'g'ri. A d yuza 9 ga 9 birlik deb olaylik. Tushunarlimi? 9 birlikka teng. 9 bir birlik, 9 birlikka teng. B d s yuzasi 40 birlikka teng. Mana bu B d s yuzasi B d s 40 birlik. Tushunarlimi? 9 birlik, 40 birlik. Xo'p, umumiy uchburchak yuzasi nimaga tengdi? 49 birlikka teng. S umumiy qo'shaverasiz 49 birlikka teng bo'ladi. Endi bizda nima bor? O'xshashlik alomati bor. Ikkita uchburchak o'xshash. Mana bu x ni nimaga nisbati? 14 ga nisbatini kvadrati teng bo'ladi. O'sha birinchi uchburchagimiz 9 birlikda, mana birlikda 49 birlikka nisbati katta uchburchagimiz. Birlikdan qisqarib ketadi. Demak, x kvadrat taqsim yoki qisqartirmasangiz ham bo'lar ekan. Qarang, x taqsim 14 kvadrati teng 9 taqsim 49. Nimani kvadrati 9 taqsim 49? Demak, 3 taqsim 7 ni. To'g'rimi? Bu yoq proporsiya bo'ladi. Shu x qiymatini topib olasiz. 6 mi? 6, to'g'ri. Kimga qanday takliflar bor? Umumiy uchburchak yuzasi 81. Umumiy uchburchak yuzasi. Boyakadan. Qarang, mana bu S bo'lsa, qarang. Bu S bo'lsa, 2 ga, to'g'rimi? 2 ni nechaga nisbati? 5 ga nisbati. 2 bo'lmaydi, endi bu 4 bo'ladi, to'g'rimi? Bo'lingan 25 bo'ladi. Bo'lingan necha bo'ladi? Umumiy holatda 2, 3, 5 bo'lsa, demak 9, 81 bo'ladi. Yaxshi. 81. Demak, 4 birligimiz, 4 birlik yuzamiz o'z-o'zidan mana bu yuza. 4 birlik yuza. Xo'p, ikkinchi birlik yuzamiz nimaga tengdi? 25 bo'lmaydi. Necha bo'ladi? 21 bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. 21 birlik bo'ladi. Ayrishimiz kerak-ku 25 dan 4 ni. O'zi keyingisi nechida? 81 dan necha aytishimiz kerak? 25 deb tashlashimiz kerak. Mana bekasini yig'indisini deb tashlashimiz kerak. 56 birlik bo'ladi. Mana bu 56 birlik. Endi qarang. Umumiy uchburchagimizning yuzasiga taalluqli bo'lgan 81 birligimiz nimaga teng bo'lyapti? 81 birligimiz teng bo'lyapti, 81 ga teng bo'lyapti. Bular qisqartirib oladigan bo'lsak, o'zi 1 birligimiz 1 ga teng deydi. Demak, bu degani mana bu yuza 4 ga teng degani. Bu yuza 21 ga teng degani. Bunisi 56 ga teng degani. Tushunarlimi? Mana shu holatda shunday ekan. Umumiy uchburchakning yuzasini toping degan. Umumiy uchburchagimiz yuzasi mana bu uchburchak to'rtburchagimizning yuzasi berilgan.
Qarang, nima qilamiz? Boyagidek harakat qilamiz. Xuddi 16-masalaga bo'lgandek. Bu nimaga tengdi? 1 ga 1. Yuzasi, ya'ni 1 kvadrati ham 1 bo'laveradi. Bu yoq nechiga tengdi? 2 bo'lsa, 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. Bu qismi 9 bo'ladi. Yaxshi. Demak, bu birlik yuza. Diqqat bilan qarang. Birlik yuza. Qolgani mana bu joyi 3 birlik, to'g'ri? 3 birlik yuza. Chunki nima bo'ladiki, bu qanchadi? 5 bo'ladimi? 4. 9 dan 4 ta ayiramiz-da. 5 birlik yuza bo'lyapti. 25 5 birlikka yuzaga teng bo'lyapti. Buni qisqartirib oladigan bo'lsak, 1 birlik yuzamiz 5 ga teng bo'lar ekan. Sizga umumiy uchburchak yuzasi kerakmi? 1 3 25 1 3 nechini yig'indisi? 1 4 yo'q. 1 3 5 yig'indisi. 1 3 5 yig'indisi. 1 3 5 9 birlik kerak. 1 birlik 5 ga teng, 9 birlik yuzamiz qanchaga teng bo'ladi? 45 ga teng bo'ladi. Buni masalan sharti shunday ketadi. Sizga biroz qiyinrog'i 18 qolar ekan, 19 qolar ekan. 19 ishlab ko'ring. Xo'p, birinchi qilayotgan ishimiz, demak, bo'limlarini hammasini belgilab olishdan boshlaymiz. Unaqa jiddiy masala emas. Diqqat bilan qarang. Hammasi teng ekan. Demak, hammasi k dan deb olamiz. K koeffitsiyentli o'xshashlik. Birinchi navbatdagi o'xshashlik. Endi birinchi boshdan boshlaydigan bo'lsak, 1, to'g'rimi? 1 ning kvadrati 1. Keyingisi 2 bo'lyapti, to'g'rimi? 2 ta k bo'lgani uchun endi 4 bo'ladi, 2 ning kvadrati. Keyingisi 9. Keyingisi 16. Yaxshi. Mana bu 1 ekan, mana bu 1 birlik yuza. 1 birlik yuza. 4 birlik yuza, mana bu umumiy uchburchagimiz yuzasi. Bu 3 birlik yuzamiz. Hop, endi 9 birlik yuzamiz, bu mana bu uchburchakning yuzasi. Bizga 9 dan ayirib tashlashimiz kerak 3 va 1 da. 3 va 1 da. Qancha qoladi? 5 birlik qoladi. To'g'rimi? Mana bu 5 birlik yuza ekan. 5 birlik yuza. Hop, 16 birlik. Umumiy katta uchburchagimiz yuzasi 16 birlik. Biza 16 dan ayirib tashlashimiz kerak 5, 3 va 1 larda. 5, 3, 1 larda. Qancha qoladi? 7. O'zi unchalik kerak emas ekan. To'g'rimi? O'zi mana qarang, 1, 3, 5, 7 bo'lib ketar ekanda. Agar teng bo'laklarga bo'linsa, toq hisob bo'lib ketar ekan. 1, 3, 5, 7, keyingisi necha bo'ladi? 9, keyingisi 11 shu holatda ketadi. Demak, 3 birligimiz nimaga tenglashyapti? 3 birligimiz 6 ga tenglashyapti. Berilgan ma'lumot. 3 ga bo'laverasiz. 1 birlik yuzingiz 2 ga teng ekan. Demak, 5 birlik yuzamiz o'z-o'zidan 10 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri ishlangan. 10 degan. Demak, to'g'ri ishlangan. Xo'p, boyagidek nima qilamiz? Teng bo'laklarga bo'lingani uchun ortiqcha harakat qilmaymiz-da, o'sha 1, 3, 5, 7 lardan foydalanamiz. Hammasi teng bo'laklarga ajratilgani uchun bu 1 birlik yuza, 3 birlik yuza, 5 birlik yuzamiz va 7 birlik yuzamiz. Sizga mana bu ikkita yuzani yig'indisini beryapti 12 deb. Ikkita yuzani yig'indisi 1 birlik va 5 birlik yuzamiz necha bo'ladi? Yig'indisi 6 birlik yuza bo'ladi. Bu esa 12 ga tenglashyapti. To'g'rimi? 1 ni qo'ydim, 5 ni qo'ydim. 12 ga tenglashtirdik. Qisqartirib olsak 1 birligimiz 2 ga teng bo'ladi. S4 so'ralyapti. 7 birlik nechaga teng bo'ladi? 14 bo'ladi. 7 ko'paytirilgan 2 14 bo'ladi. Mana masala osongalashadi. Bu muntazam uchburchak ekan. Muntazam uchburchagimizning ichiga bitta nuqta olingan, ixtiyoriy nuqta olinganda qarshidagi tomonlariga perpendikulyarlar tushirilgan. Masofalar ildizoz 3, 3 ildizoz 3, 2 ildizoz 3 da bizdan nimani so'rayapti? Uchburchagimizning yuzasini so'rayapti. Bunday vaziyatda bizga endi formula kerak bo'ladi. Agar teng tomonli uchburchakda teng tomonli uchburchakda, ya'ni muntazam uchburchakda ichida
qaysidir tomondan deydi, bu yog'idanmi bu tomondan farqi yo'q, qaysidir joydan bitta nuqta olib qarsak tomonga o'tkazilgan perpendikulyarlar mavjud bo'lsa va ular qaniydir h1 h2 h3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu umumiy balandlikka teng bo'ladi. h1 qo'shilgan h2 qo'shilgan h3 ga teng bo'ladi. Demak, uchburchagimizda balandligi bor ekan. H teng deysiz, bular qo'shib tashlaysiz. 3 ildiz osti 3, 3 ildiz osti 3, demak 2 ildiz osti 3imiz 6 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Umumiy balandlik bor. Ya'ni mana chiza oladigan bo'lsak, teng tomonli uchburchagimizga shuni balandlik o'tkazasiz, o'sha bor. 6 ildiz osti 3 ga teng bor ekan. Endi muntazam uchburchakda yana bitta sharti bor. Hamma tomon teng bo'ladi, yana bitta sharti bor. Qanaqa sharti bo'ladi? Ayting, qanaqa shart? Hamma tomon teng bo'ladi, yana hamma burchaklari ham teng bo'ladi. Medianaga o'tib ketmaydi, oddiygina. Hamma burchaklari teng bo'ladi. Demak, bu burchagimiz necha gradusda? 60 gradus. Siz mana bu yerdagi tomonni topib olishingiz mumkin, A tomonni. Ya'ni bittagina qarshisidagi nima qilamiz? Sinuslar teoreması. Sinus 60 gradus teng qarshisidagi 6 ildiz osti 3 ni A ga nisbati 60 gradusda ildiz osti 3 taqsim 2, 6 ildiz osti 3 taqsim A. Bu yerda ildiz osti 3 larga qisqartirib bersak, demak A ni qiymati 12 chiqyapti. Endi uchburchakda yuzasini topish formulasi. Ikkita tomoni bor. Ya'ni borda o'sha 12 bo'lsa, bu yo'q ham 12. 12 S teng 1 taqsim 2, 12 ko'paygan 12, sinus necha? 60 gradus. Qisqarib ketyapti, mana bu 6 qolyapti, 6 ko'paygan 12, sinus 60 gradusda 3 taqsim 2. Hop, bu yana qisqarib ketib, xullas javob 36 izosti 3 ga teng bo'lar ekan.